Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Epkendi MFSda 304 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda 20 gektar ukrop va ko'katlar ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda ekinlar holatini ko'rishingiz mumkin. Ekinlar yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 57 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 35 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Hozirda ikkinchi etapdagi monitoring jarayonlari davom etmoqda. Ushbu yer maydonimiz uzunligi bo'yiga 832 metr, eniga 617 metr tashkil qiladi.